Assalomu alaykum. Avtomobil transportida xalqaro tashuvlar bilan shug'ullanayotgan korxona rahbarlari va haydovchilari. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston xalq tashuvchilar uyushmasiga haydovchilar va xalqaro yuk tashuvchi korxonalardan ko'plab murojaatlar kelmoqda. Asosiy murojaatlardan biri bu Rossiya Federatsiyasi hududida 90 kundan ortiq qolgan fuqarolarga, ya'ni haydovchilarga nisbatan Federal migratsiya xizmati xodimlari tomonidan jarimalar qo'llanilishi va avtotransport vositalarini jarima maydonchasiga yuborish holatlari. Ikkinchisi bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi milliy haydovchilik guvohnomalarining rus tilidagi tarjimasini so'rash holatlari sababli kelib chiqayotgan jarimalar va noqulayliklar. Biz O'zbekiston Xalqaro avtomobil tashuvchilar uyushmasi tomonidan bu masalalar yuzasidan tegishli tashkilotlarga, jumladan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston Transport vazirligiga rasmiy murojaatlar yuborildi. Maqsad haydovchilarimiz, tashuvchi korxonalar manfaatini himoya qilish, shuningdek amaliy yechim topishdir. Hozirgi kunda biz yuqoridagi vazirliklardan rasmiy javobni kutmoqdamiz. Javob olingandan so'ng albatta sizlarga natijasi haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Barcha murojaat qilgan haydovchilar va korxonalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekiston Xalqaro avtomobil tashuvchilar uyushmasi har doim milliy tashuvchilar manfaatini himoya qilish va adolatli sharoitlar yaratish yo'lida faoliyat yuritadi.